Ilm bu cheksiz imkoniyatlar olami. Uning ortida izlanish, harakat va intilish yotadi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz siz bilan yana yuzma-yuz loyihasi orqali uchrashib turibmiz. Bugungi uchrashuvimizga Termiz iqtisodiyot va servis universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori, kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori Eshkarayev Sadriddin Chorevichni taklif qilganmiz. Hurmatli Sadriddin Chorevich, bugun biz siz bilan universitetdagi ilmiy yutuqlar, ilmiy hamkorlik aloqalari, professor o'qituvchilar hamda talabalar uchun yaratilgan imkoniyatlar, sharoitlar haqida suhbatlashamiz. Avvalambor, universitetning ilmiy salohiyati haqida gapirib bersangiz, bugungi kunga qadar ushbu yo'nalishda qanday yutuqlarga erishildi? Rahmat. Assalomu alaykum. Avvalo mana shu universitetimizning media jamoasini yuzma-yuz loyihasi bilan boshlaganligi bilan tabriklayman. Juda yaxshi loyiha. Taklif uchun ham katta rahmat. Universitetimizni ilmiy salohiyati haqida gapiradigan bo'lsak, xabarlaringiz bor, universitetimizni tashkil topganligiga 4 yil bo'ldi, bor-yo'g'i. Boshlagan vaqtimizda 60 ga yaqin o'qituvchilar bilan boshlagan bo'lsak, salohiyatimiz bor-yo'g'i 12% edi. Bugungi kunga kelib universitetimizda 602 nafar professor o'qituvchilar faoliyat ko'rsatadi va shularning 284 nafari ilmiy darajali hisoblanadi. Ulardan 24 nafari fan doktori va 260 nafari falsafa doktori ilmiy darajasiga ega. Umumiy holatda ilmiy salohiyatimiz hozirgi kunda 47.2% ga teng. Bu salohiyatni yuqori bo'lishi albatta universitetimiz rahbariyatini izchil to'g'ri olib borayotgan siyosat deb hisoblayman va bizga rahbariyat tomonidan shunday reja qo'yilgan 2030-yilga borib ilmiy salohiyatni 70% ga ko'tarish. Albatta, ilmiy salohiyatning ko'tarilishi bu ilmiy tadqiqot loyihalariga ham bog'liq. So'nggi vaqtlarda universitetda qanday ilmiy tadqiqot loyihalari amalga oshirildi? Haqiqatdan ham ilmiy faoliyatni loyihalar, grantlar bilan kengroq qilib yoritish mumkin. Ilmiy loyihalarimiz ayni damda Innovatsion rivojlanish agentligini turli tanlovlariga 10 ta loyiha topshirganmiz va quvonarlisi 2025-yilda shu tanlovlardan bittasida universitetimizni professori Fayzullayeva Mavluda opa loyihani g'olibi bo'ldi. Ayni damda shu loyiha bilan faoliyat ko'rsatyapti. Universitet olimlarining xalqaro ilmiy jurnallar va konferensiyalardagi ishtiroki haqida qisqacha to'xtalib o'tsangiz, ular qay darajada xalqaro hamjamiyat bilan hamkorlik qiladi va bu universitetning obro'siga qanday ta'sir ko'rsatmoqda? Rahmat, bu juda qiziqarli savol. Ilmiy faoliyatni xalqaro konferensiyalar, umuman xalqaro hamkorliksiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Buni ikkita jihati bor. Birinchidan xalqaro darajaga universitetimizning chiqishida juda katta hissasi bo'lsa, ikkinchidan universitetimiz professor o'qituvchilarini ilmiy faoliyat rivojida tajribasi ortadi. Bu borada 2030-yilgacha universitetimizni rivojlantirish strategiyasi qabul qilingan va shu strategiyada xalqaro hamkorlikka alohida bitta bo'lim kiritilgan. Shu bo'limda 3 ta vazifa qo'yilgan. Birlamchi bu universitetimizni respublikamizdagi tayanch oliy ta'lim muassasalari, O'zbekiston Fanlar akademiyasini ilmiy tekshirish institutlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish. Bu borada biz 12 ta Fanlar akademiyasining ilmiy tekshirish institutlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yganmiz. Ikkinchi vazifa bu yaqin qo'shni davlatlarimiz, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston hamda Turkmaniston davlatlarining oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish. Bu borada hozir 3 ta oliy ta'lim muassasasi bilan hamkorlik memorandumimiz bor va juda yaxshi hamkorlik qilyapmiz. Va uchinchisi bu uzoq xorijdagi rivojlangan davlatlarning oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik qilish. Bu borada ham juda ko'plab tadbirlar, konferensiyalar, simpoziumlar uyushtirganmiz. Jumladan 2025-yilda Indoneziya davlatidagi Pendidakan universiteti bilan hamkorlikda xalqaro konferensiya o'tkazdik. Bundan tashqari Sebdar, Turkiyaning Sebdar jamiyati bilan xalqaro konferensiya o'tkazdik. Umuman olganda 2025-yilda universitetimiz tomonidan 10 ta konferensiya o'tkazildi va shuni 4 tasi xalqaro konferensiya hisoblanadi. Bu konferensiyalarda juda ko'p xorijiy davlatlardan nufuzli olimlar kelib ishtirok etishdi va bu albatta universitetimizni xalqaro miqyosda obro'yi oshishiga
menimcha hissa qo'shdi. Rahmat. Albatta, universitetda ilmiy to'garaklar faoliyat yuritishi kerak. Bizning universitetimizda ham ilmiy to'garaklar bormi, talabalar uchun ochilganmi va talabalar uchun bu to'garaklarda qanday sharoitlar yaratilgan, talabalar o'sha amaliyot va eksperiment o'tkazishlari uchun yetarli darajada amaliyot uskunalar bilan ta'minlanganmi? Rahmat. Endi ilmiy to'garaklar bu o'quv to'garaklaridan keskin farq qiladi. O'quv to'garaklarimiz bizda har bir kafedrada bittadan tashkil qilingan. Shuni hisobiga biz 3 ta fakultetda 3 ta ilmiy to'garak tashkil qilganmiz. Bu pedagogika fakultetida milliy art dizayn to'garagi, bu maktabgacha va maktab ta'limi yo'nalishi talabalarini, kunduzgi hamda sirtqi ta'lim yo'nalishi talabalarini ilmiy faoliyat bilan shug'ullanishiga ko'maklashadi. Iqtisodiyot fakultetida Bloomberg laboratoriyasi va o'sha turli moliyaviy birjalarda ish yuritishni o'rgatish uchun ilmiy to'garak tashkil qilingan va uchinchisi bu tibbiyot fakultetida bu kimyo to'garagi hisoblanadi. Kimyo to'garagi bu to'liq laboratoriya jihozlari bilan ta'minlangan. Ayni damda shu to'garakni 50 ga yaqin, aniqroq 48 nafar talabalari, o'sha tibbiyot fakultetining talabalari a'zo bo'lgan va turli mavzularda ilmiy faoliyatlarni olib borishadi. Rahmat. Talabalar ilmiy maqolalar yozish, konferensiyalarda qatnashish va ilmiy loyihalarda qatnashish uchun qanday qo'llab-quvvatlanmoqda bugungi kunda universitet tomonidan va ustozlar, o'sha universitet ularga qanday maslahat va imkoniyatlarni taqdim etmoqda? Rahmat. Talabalarni ilmiy faoliyat bilan shug'ullanishi bu juda yaxshi samara beradi. Bu bo'yicha ham o'sha yuqorida aytganimdek universitetimizda 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasida alohida bandlar ko'rsatilgan va shu nuqtai nazardan talabalarimizga maqola yozish, tezis yozish, turli startap loyihalar tanlovlarida qatnashish uchun biz 2025-yildan har bir fakultetda ilmiy ishlar dekan o'rinbosari lavozimini shtatini joriy qildik va bu shtatda o'sha ilmiy jihatidan eng yuqori natijalarga erishgan ilmiy darajali o'qituvchilarimizni tayinlaganmiz. Bularni yoniga yordamchi qilib yosh olimlar kengashi tashkil qilingan va shu yosh olimlar kengashida 3 tadan har bir fakultetda a'zo bo'lib, bu a'zolar aynan talabalarni, magistr talabalarimizni, bakalavr talabalarimizni ilmiy faoliyatga yo'naltirish bo'yicha shug'ullanadi va turli seminarlar, maqola yozish bo'yicha turli master klasslar tashkil qilishadi. Bundan tashqari talabalarimizga yengillik bo'lishi uchun biz 2025-yildan boshlab TISU Yoshlar almanaxi ilmiy jurnalini tashkil qilganmiz. Bu jurnal talabalar uchun mutlaqo bepul va ular o'sha maqolalarini shu jurnalda bemalol nashr ettirishlari mumkin. Grantlar, loyihalarni moliyalashtirish va tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash masalasida universitetning strategiyasi qanday? Bu tadbirlar yosh olimlar va talabalar uchun qanday imkoniyatlarni ochmoqda? Endi grant masalasida o'sha strategiyamizda belgilab berilgan va bizni bo'limimizning ham asosiy maqsadi mana shu grantlarni ko'proq jalb qilish hisoblanadi. Bu bo'yicha biz o'zimizga yo'l xaritasi tuzib olganmiz. Shu yo'l xaritasida birinchi navbatda mahalliy grantlar, bu mahalliy grantlarga hokimliklar, nodavlat tashkilotlarini e'lon qilgan tanlovlarida qatnashish. Ikkinchi o'rinda Innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan e'lon qilingan fundamental, amaliy hamda innovatsion loyihalar tanlovida ishtirok etish hamda uchinchisi bu xalqaro, masalan Yevropa ittifoqining Erasmus, Horizon kabi dasturlaridagi e'lon qilingan tanlovlarda qatnashish. Hozirgi kunda universitetimiz olimlari tomonidan Innovatsion rivojlanish agentligini tegishli tanlovlarga 10 ta loyiha topshirilgan. Shu 10 ta loyihani ayni damda 4 tasi ikkinchi bosqichdan o'tdi, 6 tasi birinchi bosqichdan o'tdi. Olimlarimiz bundan tashqari mana yaqinda e'lon qilindi tanlov, olima ayollar tanlovi. Bunga ayni damda 3 nafar ayol o'qituvchilarimiz, ustozlarimiz loyiha topshirishgan
umuman olganda biznes strategiyamiz har qanday respublikamizda e'lon qilingan har qanday tanlovda faol qatnashish. Bunga magistr, bakalavr talabalar ham qo'shilgan. Xudo xohlasa tez orada yaxshi amaliy natijasini beradi. Universitetning ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori sifatida, shu sohada faoliyat yuritayotgan mutaxassis sifatida universitetning ilmiy reytingini xalqaro jamiyatda va milliy miqyosda universitetning ilmiy reytingini oshirish uchun nimalar qilinishi zarur deb hisoblaysiz? Rahmat. Asosiy maqsadimizdan menimcha shu milliy reytingda yuqori natijalarga erishish va xalqaro reytingda top 1000talik universitetlar qatoriga kirish. Bu bizga vazifa ham qilib qo'yilgan. Bu borada biz o'zimizga yo'l xaritasi qilib olganmiz va 3 ta maqsadni belgilab olganmiz. Bu birinchisi Scopus maqolalar sonini ko'paytirish. Bu borada biz universitetimiz olimlari ham Fanlar akademiyasi ilmiy tadqiqot institutlari bilan ham xorijiy davlatdagi oliy ta'lim muassasalarining nufuzli olimlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Ayni damda 600 dan ortiq Scopusda maqolalarimiz nashr qilingan. Bu ikkinchi maqsadimiz esa bu xalqaro grantlarda faol ishtirok etish, xalqaro grantlarning hisobiga universitetimizning salohiyatini, obro'yini ko'tarish hisoblanadi va uchinchi vazifa bu o'qituvchilarimizni chet ellarda stajirovka qilishi. Bu bo'yicha ham juda salmoqli ishlar qilingan. Masalan, Turkiya davlatiga o'tgan yili, Indoneziya davlatiga, Xitoy, Janubiy Koreya, Yevropa davlatlariga olimlarimiz stajirovkalarga borib, bu yerdagi tajribalar bilan o'rtoqlashib kelishgan. Universitet yoshlariga, ayniqsa ilmga qiziquvchi talabalarga qanday maslahat bera olasiz? Ular o'z imkoniyatlarini rivojlantirishi uchun, ilmiy salohiyatni oshirishi uchun qanday yo'l tutganlari ma'qul deb hisoblaysiz? Rahmat. Endi talabalarimizni ilm bilan shug'ullanishi juda muhim deb hisoblayman. Sababi bizni o'zbek madaniyatining namoyandalaridan biri jadidchi olim Abdulla Avloniyning bir misrasi bor. Har murod maqsadingga yetmoq istarsan murod, ko'z ochib bedor bo'l, darkor ilm, darkor ilm. Demak, shu ikki misrada juda katta ma'no, yoshlarimiz uchun bir dastur bo'ladigan ma'no yashiringan. Ya'niki har qanday maqsadga erishmoqchi bo'lsangiz, albatta ilm bilan shug'ullanishingiz kerak. Ilm bu bugun jadvalda berilgan darsga shunchaki kirib chiqish emas yoki bir kitobni o'qib chiqish emas. Balki ilm bu 3 ta bosqichdan iborat bo'ladi. Birinchidan bir kunda bir sahifa ilm bo'yicha bir sahifa ma'lumot o'qing. Shu ma'lumotni anglab yeting, xotirangizda saqlang. Ikkinchidan shu ma'lumot asosida o'zingizga o'zingiz savol tayyorlang. Shu savolga uchinchidan javob topishga harakat qiling. Shunda siz izlanasiz, shunda sizni o'qigan bir sahifa ma'lumotingiz butun umr xotirangizda qoladi. Olimlarimiz bekorga aytishmagan, ilm eng katta boylik deb. Chunki boylik bu sizni moddiy boyligingiz ertaga kimdir o'g'irlab ketishi mumkin. Yoki vaqt o'tishi bilan u eskirishi mumkin. Lekin ilm hech qachon eskirmaydi. Hech qachon hech kim birov sizdan tortib o'g'irlab ola olmaydi. Shuning uchun ilm bilan shug'ullanish eng muhim hisoblanadi. Bizni universitetimizda shu talabalarimiz uchun ilm bilan shug'ullanish uchun bir yaxshi bitta tajribani yo'lga qo'yganmiz. Juda ko'p oliy ta'lim muassasalarida ilmiy bo'lim, innovatsiya bo'limiga bir shu sohada yetakchi olimlarni, bir yutuqlarga erishgan olimlarni ishga olishga harakat qilishadi. Biz tajriba sifatida bu yil 2025-yilda shu ilmiy bo'limga 3 nafar talabani ishga oldik. Tijoratlashtirish bo'limimizda bitta magistratura talabasi bor. Iqtidorli talabalar bilan ishlash bo'limida bitta magistratura talabamiz bor va startap loyihalarni yuritish bo'yicha bo'limimizda ham bitta bakalavr talaba faoliyat yuritadi. Sinov muddati qo'ydik. Sinov muddatidan yaxshi o'tishdi. Shaxsan men ulardan ishidan qoniqyapman. Bu nima uchun qilindi? Yoshlarni
o'ziga nisbatan yoshlar ko'proq tushunadi. Uning dunyoqarashi yoshlarniki ularga yaqinroq. Ular nima bilan qiziqadi, nima bilan shug'ullanishni xohlaydi. Shularni hisobga olib biz talabalarni ishga olganmiz va shuning natijasida juda ko'plab talabalarimiz ular bilan bog'lanib, ulardan maslahat olib, ular bilan birgalikda juda ko'p loyihalarni amalga oshirishmoqda. Rahmat. Katta natijalar tasodifan kelmaydi. Albatta, ular kundalik mehnat va to'g'ri tanlov natijasi hisoblanadi. Zero, har bir yutuq ortida ko'rinmas mehnat, sabr va o'z ustida ishlash yotadi. Inson aynan shu jarayonda shakllanadi, o'sadi va o'z imkoniyatlarini kashf etadi. Biz bugungi suhbatimiz jarayonida aynan mana shu haqiqatni isbotlamoqchi edik. Ilmga qilingan har bir qadam albatta kelajakka qo'yilgan mustahkam poydevor sanaladi. Shu bilan 100% ko'rsatuvining bugungi sonini yakunlaymiz. Ustoz, sizga ham tashrifingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.